Xadovoy ustaxonasi. Va bu ba'zi sinoslarga sababli ozgina chekkaroqqa kirib va ishi faoliyatini shu turishda siraza boshlab yoribdi. Zo'r lokatsiyada, siz yo'lingizda har doimgidek mana bu Gorgay Kurgoydan Ahmedovga qarab yurganda, Cafe Muslimda yon boshida kirganda, bu tomonlar endi Osh City tushyapti. Osh Cityda yon boshidagi ko'cha, lokatsiyani yana ham yaxshiroq qilib tushuntirib o'ramiz. Xadovoy ustaxonasi, bu yerda pokrashchilar va bu yerga yana bitta ustaxona kelyapti ekan. Ya'ni mashinalarni to'g'rilash xizmatlari bemalol kelaverasizlar. Professionalniy usta xadovoylaringizni qildirib ketishingiz mumkin. Mana bu ko'chadan kirib kelasiz. Katta yo'l, Cafe Muslimda yon boshidagi ko'cha. To'liqroq adresini hozir chiqib tushuntirib o'ramiz. Bu yerda Gorgay Kurgoydan bu tomonga qarab yurganda Cafe Muslimdan o'tiblar chap tomonga burilasiz. Bu yerdan kelyapti, Cafe Muslimda oldidan o'ngga burilasiz. Va shu ko'chadan kirganingizda 100 metrmi, 150 metrcha ustaxona. Va ekrandagi nomerlarda saqlanib qolinglar, Xadovoy deb shu ustaga qayrilasizlar, telefon qilib kelaverasizlar.